Uka asamga tegma, like deb bosim. Menga unaman chuqurcha bo'lib qoladi. Yomg'ir yoqqanda menga suv to'planadigan bo'lib qoladi, uka. Ko'pchilikka ma'lum, G'ayrat Mahmudov yaqinda kabesh berdilar obunachilarga. Haqiqatda berdizmi, aldab bo'lmadimi? Yo'q, aka, birinchi biz va'da bergandik. Kabesh beramiz deb, kabeshni Namanganlik bola yutib ketdi. Undan keyin Jentra bilan uy qo'ygandik. Jentra andijonlik bola, uyni Farg'onalik bola yutib ketdi. Uchta qimmatbaho narsani uchala viloyatdan bitta odam yutib ketdi. Oldinga qo'yilgan maqsadlar qanaqa endi? Yana bir git konkurslar bo'ladimi? Endi hozircha bu haqida o'ylamayapmiz. Endi balki yana qanaqadir bangillaydigan odamlarga katta bir manfaati bor nimadir narsa chiqib bo'lsa, qaysidir homiy bilan kelishib qilishimiz mumkin. Endi bundan buyog'iga shu bizam konsertlarga harakat xudo xolasa ustozlar singari. Bugun Elmurod Haqnazarov konsertida ko'rishyapti. Qarang, 3 ta obraz bor. Elmurod Haqnazarov, Elton Ferganskiy, Erik Haydar. Uchala obrazdan sizga imkoniyat berilganda qaysi birini o'ynagan bo'lardi? Erik Haydarga o'xshashga harakat qilganmiz. Hozir Elton Ferganskiyga endi obrazga qiziqamiz. Bitta obunachilar uchun Erik Haydarning gapidan bitta ko'rsatuvchi. Uka asamga tegma, like deb bosim. Menga unaman chuqurcha bo'lib qoladi. Yomg'ir yoqqanda menga suv to'planadigan bo'lib qoladi, uka. Asabga tegma. Sanaga salom o'rtoqlar, sizlar bilan Erik Haydar. Elton Ferganskiydan ko'raylik. Davay, jigar. Eltondan muammo yo'q, jigar. Ko'rib turganlarga mana yaxshi kayfiyat tilaymiz, jigarlar. Qo'limda soat ko'rib turibsizlar. Mana Hublot kompaniyasida qimmatroq soatlar. Hozir mana Elmurod konsertida turibmiz. Jigarlar hozir ham chiqishimiz bor. Shuning uchun kayfiyat tushirmanglar. Ismingiz nima, jigar? Bobirjon. Elmurod Haqnazarovdan bitta ko'raylik. Yo'q endi. Kulishida endi. Deb kuladi. Ustoz. Shu kulishida endi asosan endi. Biz endi hali Elmurod akani o'xshatishga harakat qilmaymiz. Yonida shogird bo'lib ko'p yurganligimiz uchun o'zi o'xshab ketadi. Odamlar o'xshatasiz ekan deyishadi. Biz atay qilmaymiz. Ham 3 ta obrazni ko'rdingiz, izohlarga yozib qoldiring. G'ayrat Mahmudov, Elmurod Haqnazarov qaysi obrazni yaqinroq o'xshatdi?